Babnik erkaklarni gapirib chiqqan videoyimni 99% erkaklar tasdiqlashdi va bitta kommentga ko'zim tushib qoldi. Qizlarning ham babniki bo'ladimi? U qanaqa bo'ladi deyshibdi. Bugun sizlar bilan qizlarning babniklari haqida gaplashamiz. Ketdik. Babnik qizlar ham bo'ladi va ular bir vaqtning o'zida 2-3 ta bola bilan gaplashishadi. Ularni обязательно jahldor adasi bo'ladi. Voy adam uydalar, hozir gaplasha olmayman deb atmaska qilib uchun va siz bergan gul sovg'alarni rahmat jon deb storiesiga hech qachon qo'yishmaydi, chunki zapal bo'lib qolishlari mumkin. Qo'yib yuboradiganlari esa uni dugonamniki, o'rtog'im berdi deb yorishadi va uni albatta yonida podrushkasi, dugonasi bo'ladi. Hamma zapallarini biladigan va hamma yigitini taniydigan va u dugonasini har doim podдержка qilib turadi, zapal bo'lib qolmasligi uchun. Qizlar, shunaqa o'rtog'inglar bo'lsa, unga rahmat etib, mana shu videoni yuborib qo'yinglar. Agar u bo'lmaganda allaqachon sirli ochilib ketgan bo'lardi.